Salom do'stlar. Bugun biz FC Mobile'da har xil kumirlardan, ya'ni kumir futbolchilardan tarkib tuzib, ularni o'ynatib, sizlarga ya'ni yaxshi, yomon, minus, plus har xil kamchiliklarni aytdik. Shuning uchun video yoqqan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yinglar. Qani go. Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha men, Sionrik do'stlar. Sizlar bilan bir ko'rishib bir yo'q bo'lib ketadigan, oylab yillab yo'q bo'lib ketib, yana YouTube'ga xuddi bir comeback qilgandek qaytib keladigan Sionrik do'stlar. Ko'rib turibsizlar, yana bu FIFA Mobile'ni Minecraft emas, lekin rozi bo'lib turasizlar. Chunki hali ancha narsalar tayyormiz Minecraftdan, shuning uchun ham. Xo'sh do'stlar, bugungi videoda nima bo'ladi? Men ko'rib turibsizlar. Uma noite convocou, talvez cê tá com popô. Uma noite convocou, talvez cê tá com popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. Uma noite convocou, talvez cê tá com popô. Uma noite convocou, talvez cê tá com popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Uma noite convocou, o mano é sem amor. Uma noite convocou. Men sizlarga o'zim tarkibimni ko'rsatmoqchiman do'stlar. Menga omad keldi lekin do'stlar. Buni qaranglar, menga kimlar tushdi? Kubo, Park Ji-sung, Dybala tushdi. Nedved tushdi. Alvarez tushgan. Bu yoqdan Lewandowski tushgandi Totidan. Qolganlarini sotib olganman. Mana bu bilan mana bu ham pakdan tushgandi. Xullas, bu men tarkibim. Bu esa hozir biz teradigan tarkibning joyi. O'zimizga o'tkazamiz va bismillah deb terishni boshlaymiz. Xo'sh, darvozadan boshlaymiz. Bu yoqda albatta Lev Yashin. Xo'sh, yaxshi ham o'yinchilarim kam ekan. Endi himoyachilarga Beckenbauer, keyin Nesta. Aslida Maldinini olmoqchi edim, olishga harakatim qilib ko'rmadim, chunki bu yoqda boshqasi bor ekan. Xo'sh, endi Thuram, Beckham, Xavi, Maradona, Müller, Henry va albatta Luis Figo. Henry tushirib nimagadir. El Clasico ko'rar ekanmizda. Realchilar uchun 3 ga harakat qilaman. Do'stlar, kecha 26-sanada to'g'ri Real yutqazib qo'ydi. O'yinda 3 ga harakat qilaman. Xudo xolasa. Realchilar sizlar uchun yutaman. Boshladik bo'lmasa. Xo'sh. Top Luis Figo'da. Xo'sh, sal internet yomonroq bo'lyapti. Xo'sh, qaranglar. Opa! Internet. Ket. Opa, Beckenbauer. Xo'sh, top bizda. Xo'sh, Xavi orqasida Balde. Tak. Opa! Ket. Op. Ey.
Nimaga qotayotganini tushundim, chunki menda video yoniqligi uchun qotyapti ekan. Xo'sh. Birinchi taym tugadi. Xo'sh, to'p bizda. Xo'sh. Kelinglar bu tarafdan kirib ko'ramiz. Xo'sh. Yo. Bilmayman bular qandaydir reytingi past bo'lganigami, yaxshi o'ynash olmayapti. Opa, to'p yana bizda. Menimcha bularning eng katta xatosi bularni berayotgan paslarida. Unchalik yaxshi pas bermayapti. Xo'sh. Uglavoy. Bizda kalla bilan yaxshi o'ynaydigan o'yinchilar bo'lsa kerak. Opa. Uy, yaxshigina udar bo'lgandi lekin. Zlatan uslubida gol bo'lardi. Xo'sh. To'p ularda. Keyinlar Roberto Carlos bilan udarini bir tekshirib chiqamiz. Udari xuddi hayotdagidaqamikan? Uy. Menimcha haqiqiy hayotga o'xshatishga harakat qilgan. Chap oyog'ida, yaxshigina udar. Oy. Yamal bilan hujumga o'tib ketyapti. U tarafda ham hujumini ko'rsataman. To'p bizda. Yo'q, ularda. U tarafni ham hujumini ko'rsatsam, sal yaxshiroq bo'ladi. DJ Molly, é o brabo da putaria. Copiou? Bo'ldi. Yo'q, o'yin durang bo'lmaydi. Men realchilarga va'da berdimmi, va'damni ustidan chiqaman. Addushi, yurakdasizlar. Xo'sh. Yaxshi o'yin bo'ldi. Endi men sizlarga bu komandani minuslarini yoki pluslarini sanab o'tishim mumkin. Xo'sh, birinchi bu komandani minuslaridan boshlaymiz. Ya'ni bu komandaning minuslari zashita, zashita emas. Bu komandaning minusi hujum ekan. Hujumda uncha yaxshi tura olmas ekan. Xo'sh, hujumda yaxshi tura olmas ekan, keyin bu komandaning paslari qandaydir bir ahmoqona paslar. Birorta joyga pas beradi, xuddi bir to'pni traf degan joy bor agar bilasizlar, sariqda. Prosta o'yinchini yo'liga tashlab beradi. Xuddi o'shanaqa pas beryapti bular. Pas degan narsa deysa, bu pas berganda o'yinchini o'ziga borish kerak u narsa. Lekin bularda unaqa emas. Pas berasiz, to'p qayoqqa borsa boradi, lekin o'sha ko'rsatayotgan o'yinchingizga bormaydi. Qayoqqa ketsa ketadi, lekin aynan siz ko'rsatgan o'yinchiga bormaydi. Kerak bo'lsa vartan ichiga kirib ketadi. Kerak bo'lsa dushman o'yinchilarga to'p ketadi. Kerak bo'lsa vartan kallasiga ketadi. Keyin bu komandada yarim himoya bilan umuman o'ynab bo'lmaydi. Hujum bilan yarim himoya musur. Maslahatim, bunaqa yarim himoya bilan hujumni olmanglar. Sizlar boshqa hujumda o'ynar agar kumirlardan tarkib tuzmoqchi bo'lsalaring. Lekin zashita beton, zashitaga qoyil. Va darvozabonni men masalan mana bu o'zimda asosiy tarkibimda ancha kuchaytirib o'ynaydiganman. Deyarli gol o'tkazmagan. Undan nimaga mana u Yashinni o'rniga Dudekni qo'yib qo'ydilar desalaring. Yashinni overall pas edi, chunki men Yashinni xuddi mana u kartochkasini olgandim. Overall pas bo'lgani uchun buni kuchaytirib uni pushtigacha olib borgandim. Overall pas edi. U overall pasligi men butun komandani
o'g'irligini ko'tarishimga xalaqit berayotgandi. Shuning uchun almashtirib yubordim. O'zimni ham almashtirgim kelmadi, lekin o'g'irlikni ko'tarishim kerak edi. Butun komandanikini mana bu yerda ko'rinib turibdi-ku. 91 bu. O'sha narsani. Xo'sh. Endi plyuslarga o'tsak. Plyuslari yaxshigina tez yuradi, yaxshigina tez yuradi. Udarlari yaxshi. Udari yaxshi. Bo'ladi, normal, yomon emas. Lekin ochilib keta olmaydi hech qaysi biri. To'g'riga chiqib ochilib o'ynab keta olmaydi. Просто shu atrofda yuradi, to'g'riga chiqib ochilmaydi hech qachon. Bu minusi. Plyusi yaxshi komanda o'ynasa bo'ladi. Masalan, mana Roberto Carlos ko'rlang, udari normalniy. Chap oyoq. 5-2 to'g'ri. 5-2 unchalik yaxshi emas, chap oyoq normalniy. Hammasi yashil. Mana talantlarni ham ko'rib turibsizlar. Aytyapti bu yoqda juda ham yaxshi tepadi deyapti shtrafni o'ylardi. Va udari juda normalniy deyapti, juda. Va pas berishlari bu mana ko'rinmay qopti. Tak bunisi-chi. Ikkala oyoqda ham yaxshi o'ynayapti deyapti, adashmasam. Xullas, ideal futbolchi. Beckenbauer'ni o'zim ham o'ynatib ko'rdim. Tezligi juda baland. Ishoninglar, tezligi juda. Xuddi bir multfilmda yurgandek bo'lasizlar. Buni bir yugurtirib ko'ringlar. Menga ishonib, bitta yugurtiringlar. Xuddi bir multfilmda yugurib ketayotgandek bo'lasizlar. Men birinchi marta olganimda xuddi shunaqa bo'ldi mana bu kartochkani. Tezligi to'g'ri 96, lekin juda tez yuradi, juda. Xuddi bir multfilmda yugurib ketayotganda bo'lasizlar mana. Menga ishoninglar. Darvoza yaxshi, zashita yaxshi, mana yarim himoya bilan hujum yaxshi emas. Lekin o'ynasa bo'ladi. Bu komanda bilan yutsa bo'ladi. Bo'lmasam hammaga xayr do'stlar. Mana shu videoga 10 ta like to'plansin, 10 ta, ko'p emas, 10 ta. Atiga 10 ta. 10 ta like to'plansin. Keyingi safar yarim joyiga Barselona, yarim joyiga Barselona, yarim joyiga esa Real Madrid va yana yarimiga qaysi klub? Masalan, kim desak bo'ladi? Lanati kim desam bo'ladi? Mayli, bo'lmasam yarim joyiga Manchester City'nikini. Mana o'rtasiga mana bu Müller'ni, Maradona'ni, Yashinni joyiga Manchester City'niki. Henry'dan to Roberto Carlosgacha Barça'niki. Luis Figo'dan Thuramgacha Real Madrid'nikini. O'ylashimcha yaxshi tarkib bo'ladi. 10 ta like. Unda hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan yana ko'rishamiz. Всем пока.